Nexia 2 zo'r ishsa minaman degan mijozlarimiz uchun 2014-yil Nexia 2 mashinasi sotuvga qo'yiladi. 2014 bosayotgan masofasi 173 ming kilometr. 170 ming bu mashinalar hech nima emasda. Mashina ideal holatda turibdi. 14 kraska holatlar 20% atrofida bor ekan. Yangi balonlar to'qib qo'ydilar, balon holatlar yaxshi turibdi. Xo'p, mashina prostok gidravlika bo'lgan, Evrosonus prostok gidravlika. Bunga kondisioner uстановка qilishdi. Kondisionerlar muzda zo'r ishlab turibdi. Gentle rol taqilgan, gaz uстановка yaxshi chexolladi. Salon holatlarida ham kuzovda hech qanaqa kamchiliklar yo'q. Nexia 2 ishqozlari bitta ko'rishsa sevib qolishadi. Ideal holatda turibdi mashina. Leopard Namangan mashinasi. Zazorlar ham ko'ringlar, choklarni chatki turibdi, choklari ham. Olib maza qilib minishga tayyor. Egalarli bu proverkaga tayyor bo'lishlar. Bonni bir qator ustiga ko'rsatib proverka qilib keyin notariusga bir pul sanayversalar. Muhimi narx rekord bo'ldi. Olib maza qilib hadishilar uchun $3950 kimga qiziq bo'lsa videosi albatta egalar nomerlari bo'ladi. Telefon qilib baraka qilib olsanglar bo'ladi. Telegram kanaliga o'tib aktiv tursangiz, o'zingizlar xohlagan mashina, o'zingizlar xohlagandan ham arzonroq sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.